Assalomu alaykum barchaga. Bugungi tushuntirmoqchi bo'lgan narsamiz pользователь, ya'ni odam qo'shish beysaydiga bo'ladi. Demak, boshladik. Programmamiz nomi IVMS 4200 AC 1.10 versiyasi bo'ladi. Programmaga kiramiz. Bizda yoqilgan, demak, mana shunday holatda ochiladi. Test rejimida tekshirib ko'ramiz. Odam qo'shishdi. Demak, pользователь bo'limiga kirib добавить qilamiz. Добавить tugmasini bosgandan keyin добавить изображение joyini bosib выгрузка qilamiz. Выгрузкада biz belgilagan, ya'ni kim face'larni yig'gan papkamizdan, demak, o'sha xodim bo'ladigan bo'lsa, xodimni tanlab, yana bitta ahamiyatli tomoni, rasmimizda razmeri, o'lchami 200 kilobitdan oshib ketmasligi kerak. Kilobaytdan oshib ketmasligi kerak. Telegramda yuborilgan rasmga tushirib yuborilgan rasm to'g'ri keladi. O'sha oshmaydi 200 kilobitdan. Demak, birinchi xodim qo'shadigan bo'lsak, bosamiz. Da bosib ismi deylik. Tak, jinsi qo'l ishini. Demak, elektron pochtasini kirgizamiz. Agar zarur bo'lgan holatlarda deylik, telefon raqami, kiritamiz. Karta bo'lsa karta, pechatga fayl bo'ladigan bo'lsa barmoq izini kiritamiz. Va yana xodim bo'ladigan bo'lsa, добавить продолжить bo'lsa, ikkinchi xodimni kiritamiz. Выгрузка xuddi tartibda ikkinchi xodimimiz da ismi bo'lmasa telefon raqami, elektron pochta bo'lsa добавить tugmasini bosamiz. Bu hozir programmamizga kiritildi xolos. Buni endi bizni Face ID apparatiga qabul qildirishimiz kerak. Buning uchun kontrol dostupiga kirib, gruppa dostupidan o'sha belgilangan test kontrol bo'lsa yo boshqa bo'ladigan bo'lsa, qancha tugmasini bosib redaktivировать qilamiz. Demak, test boyagi pользовательdagi test papkamizni belgilaymiz. O'sha ikkita xodim kiradi. Kirishga, chiqishga bo'ladigan bo'lsa, сохранить tugmasini bosganimizdan keyin применить ко всем устройствам или bu yoqdan применить ко всем устройствам tugmasini bosganimizdan keyin bu kiritgan xodimlarni hozir nimaga Face ID apparatimizga sinxronizatsiya qildi. Ya'ni kim yukladi. Bu ko'k yozuv chiqqani, demakki hammasi yaxshi holatda, hech qanday xatolik bo'lmagan, 100% to'g'ri. Agar xatolik bo'ladigan bo'lsa, qizil chiqadi. Boyaga bitta rasmni 2 marta yoki qanaqadir rasmni katta razmerda kiritgan holatlarda qizil chiqadi. Yoki ism familiyani 2 marta bir xil ism familiya kiritgan holatda chiqadi. Demak, bizda hammasi joyida. Endi biz kiritdik.
Endi отчет olish uchun demak birinchi navbatda управление посещаемостьga kiramiz. Keyin statistika посещаемостьdan запись посещениyaga kirib kunni belgilaymiz. Aytaylik, bugun 12-sana. Biz avtomat holatda turadi. Dan gacha degan joyi dani bosib bir kunlik, bir sutkalik beryapmiz. Test bo'limimizdagi boyagi test belgiladik va получить сведения qilib kirishdan bosamiz, sinxronizatsiya qilib qoladi. Eshik tugmasini bosganimizdan keyin bu yoqda paydo bo'ladi. Biz yana xodim kiritib olamiz, chunki tekshirib ko'rish uchun. Bu identifikatsiya changlik tarzida o'zi raqamlab ketadi. Выгрузкani bosamiz. Выгрузка. Telefon zavodga yetib kelmadi. Iloji boricha odam kiritayotganda u harflari, g harflari buni moqchi belgisi, o'shani kiritmaslikka harakat qilsa, добавить tugmasini bosib, demak yana kontrol xodimlarda qolganini qo'shib olamiz. Ikkita qo'shildi, to'rtta jami to'rtta bo'ldi. Ко всем устройствам. Так. Endi Face ID'ni zo'rlikdan tanish darajasi bu yoqda bo'lyapti. Xodim keladi, turniket yoki Face ID'ga qaragan paytda уже uzoq masofadan olaveradi. Boyaga отчет shunday sana qaysi son bir oylik, bir kunlik, bir haftalik tekshirsa bo'ladi. Test ichida boyagi xodimlar ro'yxati bo'ladi. Получить сведения qilib, demak poyishni bosgan mahalda odamlarda tartibsiz holati qancha marta o'tgani kelib chiqadi. Undan keyin расчет qilamiz va xuddi shunday sana ahamiyatga ega joyi расчет tugmasini bosgan mahalamizda demak ishga kelgan xodimlar birinchi marta o'tgani, bunisi ikkinchi marta o'tgani deganim birinchi marotaba va eng so'nggi marotaba kelishi ketishi holat chiqadi. Ikkita xodim kelgan ishga, ikkitasi umuman turniketdan yoki Face ID'dan o'tmagan. Отчет tugmasini bosib kunlik yoki oylik отчет olishimiz mumkin. Ежедневно bosamiz va xodimlar ro'yxatiga kim kerak bo'lsa o'sha bo'lim miqyosida yoki xodimlar miqyosida olsak bo'ladi. Sana ahamiyat ishdan chiqmasin. Отчет tugmasini bosgan mahalamiz grafikka kelib chiqadi. Bu xodimlar sana tartibsiz holatda kelib chiqadi, necha marta o'tgani. Endi bu faylni memo Excel formatiga eksport qilsak bo'ladi. Demak, bugungi sana 12/03/2025 saqlangan tugmasini bosamiz. Bo'ldi. Saqlangan tugmasini bor. Biz eksport qilgan Excel faylimizni ko'rib chiqamiz. Bu shablon holatda bo'ldi.
shablon o'zgartirishni o'zgartiradigan joyimiz biz emas joylarini olib tartib solsak bo'ladi. Kerak xatlari agar kerak bo'ladigan bo'lsa sol sol bo'lsa muhim bo'lsa bo'ladigan mana shu ichki kelishi ichdan ketishi. Rahmat.